Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi Ulug'bog' Tozabog'yoq massivida joylashgan Qo'shida Ziyoda fermer xo'jaligida eksperiment uchun ekilgan bir dalaga oq, qizil va ko'k ko'lankalar ekilgan dalada turibmiz. Bu dala 25-aprel kuni sug'orilmagan maydonga plyonka ostiga shinjon usulida ekilgan bo'lib, sho'ri yuvilmagan dalaga paxta ekishni sinash, rangli ko'lankalarga ekishni sinash, yana uchinchidan biobog' preparati ekinga qanday ta'sir qilishini rivojlantirishiga, erta pishishiga, o'sishiga qanday ta'sir qilishini hozir o'rganish ishlarini yozib olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda ahvoli mana oq ko'lanka 1, 2, 3, 4, 5, 6 barg bo'lgan. Bunda 20 ta o'simlik belgilab qo'yib, har haftada monitoring o'tkazib bormoqdamiz. Jurnalga yozib, hozir mana oq ko'lankada ekilgan paxtalar 6 chimbarg chiqargan. Bunga berilgan agrotexnika shu paytgacha yangidan ishlab chiqarilgan biobog' 24 biopreparati bilan chigiti ezib ekilgan, dorilab 3 marta biobog' preparati bilan ishlov berilgan. Tagiga 200 kg atrofida ammofoz berilgan, boshqa mineral o't bilan shu paytgacha oziqlantirilmagan. Endi mana qizil ko'lankaga ekilgan paxta. Qizil ko'lankaga ekilgan paxta 1, 2, 3, 4, 5, 6 chimbargni chiqargan. Mana shonalar ko'rinibdi. Lekin qizil ko'lankaga ekilgan joyda oq ko'lankaga nisbatan bo'yi sal kaltaroq. Bu oq ko'lankada shona elementi bormi yo'qmi buni ko'ramiz. Undan boshlabdi mana. Shonalar boshlabdi. Endi naryoqda mana ko'k ko'lankaga ekilgan paxtalar 1, 2, 3, 4, 5, 6 chimbarg g'unchalash arafasida, lekin berni rivoji sal orqaroqda ko'rinyapti. Mana shu dalani o'rganib, har haftada 15 kunda jurnal to'ldirib boramiz, xudo xohlasa.